Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana hozir oldidan qatiq tepib bo'lgan Cobalt olib kelamiz. Xudo xolasa bu mashinamizga ram ham olib kelamiz. Ramaga chiroyli qilib terib, ustonovka qilib beramiz. Oldi kapotigacha yaxshi turibdi. Mana bu kirlalari ketgan, bir tomon eshiklar ramaga o'tadi bu. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana treylerda xudo xolasa mana ikkita Cobalt ramamiz buyurtirganmiz. Andijondan Rama zavodimizdan ramamiz kelyapti mana. Shuni tushirib olamiz hozir. Kanalimiz a'zolari Cobaltimizni mana arqachasilarni, orqa balkalarini joyiga yechib olganmiz. Mana ko'ryapsiz. Ahvollari sovuq yotdi, buni kulturni tozalik qilib, mana mashinamizni ham motor korobkalariga yechib oldik. Motor korobkalarini yuvib, toza qilib qo'yamiz. Cobaltimizni balkalargacha qayishib ketgan ekan, balka vilka amansa yan qo'yilyapti. Xudo xolasa Cobaltchamizga mana torpedasini faqat sekchasini oldik. Qolganimiz bor o'tadi. Xudo xolasa Cobaltchamizga mana oldi hadoylarni polni yangi olib kelib, ketgan narsalar hammasini yangi olib kelib, polni shumka qilib, o'sha terish jarayoni boshlanib ketdi. Xudo xolasa oyoqqa qo'yib oldik mana. Mana polni shumka bo'ldi boshlaymiz. Otalargacha shumka bo'lgan, xudo xolasa shu jarayoni ketyapti. Mashinchani shaqillashyapti. Xudo xolasa Cobalt mashinchamizga muzabchas olib kelinib, mana salon qismidan torpedkalar terilib, chiroyli holatga kelyapti. Mana motor sohasidan ham ko'p narsasini shularni olib kelyapmiz. Hamma narsa yangi qo'yilyapti. Mana korobkasi bor olinda. Kun kechmasa ham xudo xolasa mana mashinchamizda motorini yig'yapmiz. Cobaltimiz motori yig'ilyapti. Pachoq Cobaltchamiz ham xudo xolasa mana ko'ryapsiz, yangi ramaga terilayotgan Cobaltimiz bugun 2-kun o'zi polni shumazlatsiya bu torpedalargacha ustonovka bo'lib, hadovoychilar o'tib, motorlargacha yig'ildi. Bugun o'zi 2-kun xudo xolasa mashinchani jarayoni ketyapti. Bu ham yangi ramaga terilaydigan mashinamiz. Detallari kraska bo'ladi, bir ikkita detali o'zi rodnoy o'tadi. Ish jarayonini kuzatib borsangiz, Jalol ota servis kanalini kuzatyapsiz. Shunaqa xizmatlar bo'layotgan bo'lsa, ekranda telefon nomerini qoldiramiz, polni yig'ib, akkuratni qilib, chotki qilib beramiz. Cobaltimiz ramasi narxi tushgan. Bu oldingi safar videomizda $900 aytilgandi. Hozir bu ramamiz narxi $850 ga berildi. Mashinchamiz $850 ga